Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videoni ko'rishdan oldin kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 16 fevral kuni amalda bo'ladigan valyutalar kursi bilan tanishing. 1 AQSh dollari 12.220 so'm 98 tiyin bo'lib 54 so'm 60 tiyinga arzonladi. 1 yevro kursi 14.495 so'm 30 tiyin bo'lib 96 so'm 68 tiyinga arzonladi. 1 Rossiya rubli 158 so'm 38 tiyin bo'lib 71 tiyinga arzonladi. 1 qozoq tengesi 24 so'm 68 tiyin bo'lib 16 tiyinga arzonladi. Videomiz yoqqan bo'lsa like bosing, kanalimizga obuna bo'ling. Manba Markaziy bank.